Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Amerika Kengash palatasi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini tasdiqladi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan bostirish siyosati sababidan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni planlagan qonun loyihasini tasdiqladi. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubioning tashabbusi bilan Kengash palatasiga sunilgan qonun loyihasi birdek ma'qullangan bo'lib, qonun loyihasida Amerika prezidenti Donald Trumpdan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarga qaratilgan zo'ravonlik va qirg'inchilikqa mas'ul bo'lib, bir qism Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish talab qilingan. Loyihada yana Amerika Tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur masalasiga mas'ul maxsus xodim belgilash, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligi to'g'risida dokument tayyorlash qatorliq mazmunlar bor ekan. Bu qonun loyihasining bir nusxasi 2019-yil noyabrda Amerika Kengash palatasida ma'qullangan. Biroq Avam palatasi loyihadagi ba'zi mazmunlarni o'zgartirish talab qilish sababli mazkur qonun loyihasi 2019-yil 12-oyda Kengash palatasiga qaytarib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi ikkinchi qadamda Avam palatasining tasdiqidan o'tgandan keyin Amerika prezidentining tasdiqiga sunildi ekan. Bu qonun loyihasi tasdiqlangandan keyin Rubio o'zining Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, Kengash palatasida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qulladik. Uningda Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan bostirish siyosatiga mas'ul bo'lishi ko'zda tutilgan. Men bu loyihaning ati Avam palatasi tomonidan imzolanishini umid qilaman deganlarni bildirgan. Bu munosabat bilan Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Jim Risch, Marco Rubio, Bob Menendez qatorliqlar birlashma bayonot e'lon qilib, bu qonunning ma'qullikdan o'tganligini tabrikladi. Bayonotda mundaq deyildi: bu qonun mustabid Xitoy rejimining Sharq Turkistonning hamma yerida elib borgan dahshatli kishilik huquq dafsandichiliklari 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlarning keng ko'lamli tutqun qilinishi hamda Beijingning Amerika fuqarolari va Amerika tuprog'idagi mangulik turg'unlarni qo'rqitish va ularga tahdid selishiga qarshi elingan ahamiyatli qadamdir. O'tgan hafta Kengash palatasining raisi Mitch McConnell Uyg'urlarni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolash qonun loyihasining pat arada ovozga qo'yilganligini aytgan edi. 3 milliondan ko'proq Uyg'ur va yerlik millatlar lagerlarda iztirob chekayotgan Xitoy virusi vahimasi mazkur lagerlarga tahdid yaratayotgan mazgilda ma'qullangan mazkur qonun loyihasi muhojiratdagi Uyg'urlarni xursand qildi. Navbatda mazkur qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga oid tunishtirilgan ikki muhim qonun loyihasining biridir. Amerika Xitoyga qarshi Malayziyaga madad bermoqda. Amerika ovozining 14-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika Janubiy dengizga urush paraxoti avatib Malayziyaga madad bergan. Yaqinqi kunlardan buyon Amerika 3 dengiz paraxotini avatib Malayziyadagi dengiz okean neft va tabiiy gaz qizish o'rniga yaqin joyda chorlash elib borgan. Xitoyning Janubiy dengizdagi dengiz usti chorlash faoliyatlarining besimiga duch kelgan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarini Xitoyning zo'ravonligiga qarshi qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika dengiz qirg'i urush paraxoti USS Gabriella Giffords seshanba kuni Malayziya davlatlik neft shirkati tomonidan yasalgan G'arbiy Kapilla nomli burg'ulash paraxotiga yaqinlashib chorlash elib borgan. Oldingi hafta Amerika dengiz armiyasining boshqa 2 paraxotimi mazkur rayonda chorlash elib borgan. Amerika dengiz armiyasi bu chorlash harakatini Janubiy Osiyodagi Xitoyning zo'ravonligiga qarshi o'rinlashtirgan. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Janubiy dengizda zo'ravonlik harakatlarini kuchaytirib, kichik davlatlarni dengiz boyligini echish va taraqqiy qildirmaslikka qistagan. Amerika amaldorlari Xitoyni bu vaqtda ayblab kelgan. Amerika dengiz armiyasi amaldorlarining aytishicha, yuqorida tilga elingan chorlash harakati Amerikaning bu rayonga bo'lgan diqqatini va Amerika dengiz armiyasining kuchini namoyon qiladi ekan. Mike Pompeo Isroiliya Xitoyni kuchlantiradigan har qanday harakatni to'xtatishi kerak dedi. Washington kuzatuvchisi gazetining 13-may bergan xabariga asoslanganda Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Isroiliya ziyoratida Isroiliya rahbarlariga siyosiy ogohlantirish berib, Isroiliya Xitoy Kompartiyasini kuchlantiradigan har qanday turlardagi hamkorlikni to'xtatishi kerak dedi.
Pompeo Xitoyning yer sharidagi Xitoy virusining tarqalishining kelib chiqishiga oid uchurlarni yoshirishi faqat Beijingning dunyoga qilgan tahdidining muz tog'ining ko'ringan uchi ekanligini ta'kidladi. U yana Xitoy axborot o'rinlarining Amerikaning aqliy mulkidan necha yuz million dollar o'g'irlaydiganligini, Janubiy dengizda Yaponiyani tinch qo'ymayotganligini eskartdi. U yana so'zida Xitoy dunyoning har qaysi joylarida iqtisodiy va siyosiy manfaati uchun kichik davlatlarni bo'zaq qilmoqda. Uyg'urlar Hongkongliklarga qilgan muomalasidan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, biz Xitoyning hukmronlik o'rnining kuchayishidan saqlanishimiz kerak deganlarini bildirdi. Mike Pompeo bu qatim o'zining Isroiliya ziyoratida qilgan so'zidami Xitoyning Uyg'urlarga tutgan ta'qiplash siyosatini tilga oldi. Pompeo so'zida yana Isroiliya Amerikaning eng yaqin ittifoqdoshlarining biri. Ammo ittifoqdoshlik mas'uliyatdan keladi. Isroiliyaning bizning eng cho'ng raqibimiz bilan munosabat qilishdan saqlanishi haqidagi talabimiz ortiqcha bo'lmasa kerak deganlarini ta'kidladi. Prezident Trump biz navbat kelsa Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni uzib o'taymiz dedi. Reuters agentligining 14-may bergan xabariga asoslanganda Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning Wuhan virusini o'z vaqtida unumli kontrol qilmaganligining Amerikani nihoyatda umidsizlantirganligi va bu virus ofatining Amerika-Xitoy savdo munosabatiga qattiq ta'sir qilganligini aytdi. Prezident Trump muxbirlarga yana o'zining Xitoydan nihoyatda umidsizlanganligini, Xitoy bilan qayta suhbatlashishga qiziqmaydiganligini bildirdi. 30-aprel prezident Trump Xitoy virusining Wuhandagi virus tajribaxonasida yasalgan bo'lishi mumkinligiga ishonganligini aytgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo may oyining boshlarida Xitoy virusining Wuhandagi bir tajribaxonadan tarqalganligi haqida zo'r miqdorda isbotlarning borligini eskartgan edi. Pompeo yana biz virusning kelish manbasi haqida yaxshi bo'lmagan nurg'un uchurlarga erishdik. Mayli bu virus Wuhandagi tajribaxonadan kelgan bo'lsin yoki Shaparangdan tarqalgan bo'lsin, bu virusning Xitoydan kelganligi rost. Ular bu virusning taralishini o'z vaqtida to'xtatishi kerak edi. Ammo u amdi kontrollikdan chiqdi. Prezident Trump 14-may kuni Fox Saudi televiziyasining muxbiri Maria Bartiromoga biz qila oladigan nurg'un ishlar bor. Hatto biz navbat kelsa Xitoy bilan bo'lgan barliq munosabatlarni uzib o'taymiz dedi. Qashqar JX organlari soqchilarning amaliy jang mahorati manevri o'tkazdi. Xinhua To'rining 14-may bergan xabariga qaraganda atalmish Uyg'ur avtonom rayoni soqchi organlarining amaliy jang mashqi va naq maydon mahoratini sinash manevri uyushtirgan. 10-may kuni Qashqar viloyatiga qarashli har darajalik JX organlari soqchilarning 2020-yillik amaliy jang mashqi va mahoratini sinash manevri o'tkazgan. Xabar deyilishicha 2019-yil 8-oydan bugunga qadar Qashqar viloyatlik JX idorasi turli shakllarda soqchilarning amaliy jang mashqi va mahoratini sinash manevri elib borgan. Xabarda bu manevrlarning Qashqarning ijtimoiy muqimligi va uzun muddatlik bexatarligi uchun elib berilganligi ta'kidlangan. Chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoy soqchi organlarining Qashqar viloyatida soqchilarning amaliy jang mahoratini sinash manevri elib berishi Sharq Turkistondagi vaziyatning jiddiyligining bir ifodasi deb qaramoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti har yili Nyu-Yorkda chaqiriladigan yig'inning Xitoy virusi sababidan bu yil o'tkazilmaydiganligini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres har yili sentabr oyida dunyo rahbarlarini bir yerga jam qiladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy kengashi yig'inining bu yil Xitoy virusi sababidan chaqirilmaydiganligini bildirdi. Guterres Fransiyada chiqadigan Paris Match jurnaliga bergan bayonotida mundaq dedi: Xitoy virusi hamma yoqqa tahdid selayotgan bir paytda dunyoning har qaysi joylaridan minglarcha rahbarning Nyu-Yorkda uchrashishi mumkin emas. Shunga Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurilganligining 75-yilligiga to'g'ri keladigan umumiy kengash yig'inlarini texnologiyalik vositalardan foydalanib ishga oshirish uchun xizmat ishlayapmiz. Jumladan umumiy kengash yig'inlarining qaysi yo'sinda chaqirilishi to'g'riliq Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar qaror chiqaradi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.